Yur, ha, mana. Uydagi muammolarni ham senda gapi bor ekan, tushundingmi? Mana gapiring. Hormi, yaxshimisiz kelin? Gap gapiryaptimi? Yo'q, ovqat yeyapti, ha? Olib bering deb aytganingizda nimalarni va'da qildingiz? Men duxovkada sizga somsalar pishirib beraman, pirojnilar pishirib beraman, napoleonlarni shu yerda pishiramiz. Demadingiz? Paketni ichiga solib, paket solib qo'ymaydi buni ichiga. Chilik bo'lib ketdi-yu odam. Unaqa qilmanglar-da. Bolalar kelib qo'lini tiqmasin deb mashina otib olmasin deb o'sha o'tiribman. Mashina o'rnatib qo'yinglar. Qilib qo'yamiz. Keyinchi neobishni nima idish ko'rsangiz, meni ichimga yig'urmang bo'ptimi? Men qara, cho'nchagimda bitta problema bor-ku, katta, sen doim sazat qiladigan. O'shani ham gap bor ekan, yurgin. Mendan ham ko'proq yaxshi ko'rasan-ku, mana gapi bor ekan, eshit. Eringiz meni boru eshikda ishlab topadi. Siz itda ishlatib ko'raverasiz. Ani cho'nchaga, kashloga, sumkaga solsa bo'ladi. Har xil joylarga tiqib yuborib, bo'lib nafas ololmay qo'yaman. Bizdan ham o'ylaysizmi? Zapal qilaymi hozir sizga? Meni kimlarga berib yuboraman, men bilan ketasanmi deganlaringiz eting. Yo. Ayo. Kenay, siz hamchi hamma narsa do'rmang. Manti sheringlarni qarindoshlaringiz kelsa berib yubormang. Ozgina rahmini keltirsa berib yuborasizmi? Ani ukangizni kreditini ham biza yopdik. Nima? Bu aytdim, ukalaring dang'illama uylar, qo'sha-qo'sha mashinalar. Men to'layapmanmi? Mashina aytayapman-da, siz qanaqa qiynalib topasiz? Qara, nimaga mendan ko'proq seni yaxshi ko'radi ayollar? Kal bo'lsa ham rosa yaxshi ko'rishadi. O'pib qo'yishadi peshonamdan. Nima shunaqa? Bir kazyo'llik qilaverma, sanichi bo'lmasa ani zarqaynardek okalarga berib yuboraman, tushundingmi? Voy, pulga maydalab yuboraman. Charos. Qani? Sochiq olib kel, qo'lim yuvaman. Telefonni qatga qo'ygan. Maqtirasiz? Sen kimsan? Ering telefonimi? Senga savol-da. Kod nimaga qo'yiladi telefonga? Harakat qilma, menga tegurma hadi. Babbochonsan. Men faqat eringga ochilaman. Ertalab turib ko'zlarini ochish bilan menga qaraydi. Biz har kuni birlamiz. Qatta siz nima qilyapsiz deb so'rmagan narsalarga tegib, sani deb meni otib yubordilar. SMS MCSdan desa shuni urasanmi? Menga qara, oxir kelgan bitta SMSni o'qib hech kimga aytmayman. Nima bo'lar ekan? Mayli. Jonim. Xiyonatchi. Ha, tishlaymi? Boring yo'qoling, xiyonatchi. Voy, telefonda kod ochiq qolibdi-yu. Voy, yondirim seni. Charosxon, to'xtang.